Allohning Al-Qodir, Al-Muqtadir degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, alhamdulillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvende diktanlağa Ustaz Abduveli Qari rahimahullah'ın Kur'an ve sünnet nuru aslida Allah subhanahu ve teala'nın güzel isim sıfatlarının kısaca tefsirleri dersliklerinden Allah'ın El-Qadir, El-Muqtadir degan isim sıfatları haqidagi tefsirlerini okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ın El-Qadir, El-Muqtadir degan isim sıfatları haqidagi tefsirler. Allah'ın bu isim sıfatları Kur'an'da nurgun yerde tilga ilingan. Sure Kıyame 40. ayetide tercümesi u yani yuqorqidagi ishlarni qiladigan Allah o'liklarni terildirishga qodir emasmi? Al-Qodir, Al-Muqtadir. Al-Qodir bilan Al-Muqtadir qudretlik zat demektir. Lekin ikkisining o'rtasidagi farq bo'lsa, Al-Muqtadir qudretdagi yuqoriroq martabani bildirdi. Xohlasa har qanday ishni qilishga qodir bo'lgan, xohlamasa qilmaydigan zotni ko'rsatdi. Shuningdan ma'lum bo'ladi-ki, Alloh subhanahu va taolo agar xohlasa qiyomatni hozir barpo qilishga qodir. Xohlamasa qilmaydi. Bu bir narsaning qilinmay turg'ini Allah'ın El-Qadir ve El-Muqtadir sübtiga münasibeti yok. Yani qilmaslikni xohlaganligi uchun shundoq turibdi. Xohlasa qiladi, xohlamasa qilmaydi. Bende Allah subhanahu ve taola'nın El-Qadir ve El-Muqtadir sübtini bilgandan keyin Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin Allah'ın xulqi bilan xuluqlaninglar degan emriga bo'ysunib, har qanday bir suratda bendening qudrati kamtuk, ya'ni cheklik bo'ladi. Chunki bende imkoniyati yor beradigan amallarni Allah subhanahu ve taolo uni qilishga qodir qilgan bo'ladi. Allah bendening shuni qilishga qodir bo'ladigan asboblarni billi yaratgan bo'ladi. Bende o'zining Al-Qodir ve Al-Muqtadir bo'lgan yaratquchisini bilgandan keyin o'zining hamma yaxshi amallarida Allah subhanahu ve taoloning bu amallarni qilishga qodir qilishini so'rab amal qilish kerak. Kur'an ve hadislerde Allah subhanahu ve taola'nın bu isim sıfatlariga aloqador tuvendiki mazmunlar tilga ilingan. Sure Qadar 1-2 ayetlarda tercümesi biz Kur'an'ni hakikaten Şabi Qadir'den nazil qildik. Şabi Qadir'ning nima ekanligini bilamsan? Sure Yasin 82. ayetida tercümesi Allah birer şeyini yaratishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Sure An'am 37. ayetida tercümesi ular yani Mekke kuffarları nemishqa Muhammadga Rabbidan bir mo'jiza tushirilmadi deydi. Aytqinki Allah mo'jiza tushirishga haqiqatan qodir. Lekin ularning to'lisi mo'jiza nazil bo'lib, iymon etmasa, balog'i duchor bo'ladiganligini bilmaydi. Sure Hud 56. ayetida tercümesi shubhisizki mening Rabbim va sizlarning Rabbinglar bo'lgan Allohga men tavakkul qildim. Allah'ın boshqarishida bo'lmagan bir maxluq yo'qdir. Rabbim hakikaten to'g'ri yo'ldadir.
ya'ni adil bo'lib, hech kishiga zulm qilmaydi. Sura Mursalat 23-oyatida tarjimasi: biz uni abi manidan yaratishga qodir bo'ldik. Biz uni eng chiroyli shaklda yaratishga nima degan yaxshi qodir bo'lg'uchimiz. Sura Qamar 49-oyatida tarjimasi: biz haqiqatan hamma narsani o'lchamlik yaratdik. Sura Al-An'am 65-oyatida tarjimasi: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, Allah sizlarga ustinglardan Nuh va Lut alayhissalomlarning qavmiga Ashabul Filga avatilgan azobga o'xshash yoki oyog'inglar ostidan Fir'aun va Qorunlarga avatilgan azobga o'xshash azob avatishga yoki sizlarni firqalar qilib, aralashtirib, ya'ni urush qilib, biringlarning azobini tetishga qodirdir. Ularni tushunsin deb oyatlarimizni turli shakllarda qandoq bayon qilganligimizga qarag'in. Sura Buruj 12-oyatida tarjimasi: Rabbingning jazosi shak shubhisiz qattiqdir. Sura Isra 99-oyatida tarjimasi: osmonlarni, zaminni yaratgan Allohning ularga o'xshash insonlarni yarata oladiganligini ular bilmamdi. Allah ularning o'lishi va terilishi uchun shak shubhisiz muayyan vaqt belgiladi. Kafirlar faqat kufriga unaydi. Sura Qiyama 40-oyatida tarjimasi: u, ya'ni yuqoriqidek ishlarni qila olgan Allah o'liklarni terildirishga qodir emasmi? Sura Ma'arij 40-oyatida tarjimasi: mashriqlarning va mag'riblarning Rabbi bilan qasamki, ulardan yaxshiroq odamlar bilan almashtirishga, ya'ni ularni halok qilib, o'rniga ulardan ortiq va Allohga itoatchan bir qavmni keltirishga biz albatta qodirmiz. Biz buningdan ojiz emasmiz. Sura Shuara 78-oyatidan 80-oyatigacha tarjimasi: u meni yaratgan, u meni hidoyat qiladi. U meni tamoq bilan ta'minlaydi. Ussizlik bilan ta'minlaydi. Ağrıb qalsam, o meni saqaytidi. Alhamdulillah, yuqorida Allah subhanahu va taolaning Al-Qodir, Al-Muqtadir degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni angladinglar. Kelar qitimda Allah subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlaridan Al-Muqaddim, Al-Muakhir degan ism sifatlarining tafsirlarini o'qiymiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.